Üç qator zinapoyaning o'rtasidan umumiy o'zgarganlar. Ali Qushchi, Merom Chalabi kabi shogirdlarning ikkovini yurgan. Renisnodan o'sha zamonda izlari turibdi. Tog' kesilgan. Tog'ning kesilib janub shimolga qaratilgan bu. Sababi yer o'qib o'tgan, merlar sililadi. Ulug'bek matematika yurgan yerda o'qib topgan. Teleskopsiz qandoq qilib yulduzni ko'rgan desa, chuqur qazilsa, chuqurga cho'q qorong'i bo'lsa, qorong'ilikdan tepa qarasa, yulduz ko'rmaydi deb qadimlar aytib ketishgan. Ulug'bek o'ldirilgan. Yana bir yangilikdan xabardor bo'linglar. Saodatbekni ziyorat joyiga aslagan. Ulug'bekni dushmanlar o'ldirib, o'g'illari Abdulatifga tuhmat qilingan to'g'risida meni 4-kitobim chiqdi. Respublika olimlar konferensiyasi bo'ldi. Men ham olim sifatida g'olib chiqib olimlashdim. Ulug'bek dushman o'ldirgandan keyin Rasadxonning ham Shayboniy avlodlari Abdullaxon davri kelib buzdirib ko'ndiryordi. Va birdimi? Ha, ko'ndiryordi. Va 1908-yilda bu joy kovlamada Rasadxonning tagi topiladi. Usti esa 1915-yilda hali birinchi jahon urushi ketayotgan paytda usti yopiladi. Shu joyni saqlab qolish, ziyorat joyiga aylandi. O'sha yopib bergan. Mana sizlar ham yaxshi bir kunni tanlab ziyoratga chiqishda Alloh taolasi yil davomida ishlarni omadli etsin. Bozor bo'lgan joylardan Allohu akbar.